Hammaga salom. Bu maxsus rakurs. O'zbekiston prezidentining o'tgan ish haftasi bir qator muhim voqealar bilan yodda qoldi. 26-yanvar kuni Toshkentda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va yetakchi xalqaro sport tashkilotlari rahbarlari ishtirokida Osiyo Olimpiya kengashining 46-bosh assambleyasi bo'lib o'tdi. Davlat rahbari o'z nutqida sportning xalqaro muloqotni mustahkamlashdagi rolini ta'kidladi. Shayx Javan bin Hamad Al Soniyni Osiyo Olimpiya kengashi prezidenti etib saylangani bilan tabrikladi va O'zbekistonning ko'p qirrali hamkorlik aloqalarini yangi bosqichga ko'tarilganini alohida qayd etdi. Assambleyada Osiyoda sportni rivojlantirish, yirik turnirlarga, jumladan 2029-yilda Toshkentda bo'lib o'tadigan Yoshlar Osiyo o'yinlariga tayyorgarlik, shuningdek islohotlar, infratuzilmani rivojlantirish va mamlakatda ommaviy sportning o'sishi masalalari muhokama qilindi. 27-yanvar kuni Prezident poytaxtda xavfsiz muhitni shakllantirish hamda jamoat xavfsizligini samarali ta'minlash yuzasidan videoselektor yig'ilishini o'tkazdi. Davlat rahbari huquq-tartibot tizimi yangiliklarga mos ishlamayotganini tanqid qildi. Jinoyatchilik o'zgarmoqda va tizim yangi chaqiriqlarga moslasha olmayapti. Toshkentning bir nechta tumanlari zo'ravonlik, talonchilik, bezorilik va bosqinchilik bo'yicha yetakchilik qilmoqda. Poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i va shahar prokurori vazifasini bajaruvchi Tanbeh va 6 oylik sinov muddati oldi. Yana bir qancha mansabdor shaxslar ishdan bo'shatildi. Xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha poytaxt namunasi joriy etiladi. 24 soatlik patrullik, 5 daqiqa ichida javob berish vaqti va jamoat joylarini dronlar yordamida kuzatish yo'lga qo'yiladi. Ichki ishlar vazirligida uyushgan jinoyatchilik, kiberjinoyatchilik va giyohvand moddalarga qarshi kurashish uchun alohida departament yaratiladi. Profilaktika inspektorlarini yanada qo'llab-quvvatlash va ularning jamiyatdagi obro'sini oshirish bo'yicha qator yangiliklar e'lon qilindi. Faoliyatida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygan mas'ullarga javobgarlik choralari belgilandi. Ularga nisbatan qonun ustuvorligini ta'minlash topshirildi. Bu yilda prezidentning xorijga ilk rasmiy tashrifi amalga oshirildi. Davlatimiz rahbari rafiqasi bilan birga rasmiy tashrif bilan Anqara shahriga keldi. Oliy martabali mehmonlarni Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an va rafiqasi kutib oldi. Muzokaralar va strategik hamkorlik kengashi yig'ilishidan so'ng ikki tomonlama muhim hujjatlar imzolandi. Davlatlar rahbarlari ommaviy axborot vositalari uchun bayonotlar berishdi. Shuningdek, Xitoydagi O'zbekiston turar joy majmuasining ochilishi va Istanbulda o'zbek maktabi qurilishiga start berdilar. Davlatimiz rahbarining o'tgan ish haftasi ana shunday yakunlandi. Voqealardan doimiy xabardor bo'lish uchun Prezident matbuot xizmatining rasmiy sahifalariga obuna bo'ling. Hammaga xayr.